rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli barcha bizni kanalimizni kuzatib kelayotgan aziz muxlislarimiz, biz mana muqaddas diyorda, Ka'bada, Handama tog'ini tepasida o'tirib, Alloh taolodan sizlarning har biringlarga, umringlarga o'zini toatida barakot, rizqinglarga halolida barakot, xonadoninglarga tinchlik, xotirjamlikni so'rab qolamiz. Va shu yerda ba'zi bir tushayotgan savollarga tez-tez javob berib ketishlikni munosib deb ko'rdik. Inshaalloh ertaga haramni oldida juda ko'pchilik duolar so'ragan. Albatta duodamiz doim, lekin atay siz muxlislar uchun haramni oldida turib inshaalloh yana duolar qilamiz degan umiddamiz inshaalloh. Endi bu yerda orqamizda manzara Ka'bani to'g'rima-to'g'ri ko'rinib turibdi. Bir 15-17 daqiqadan keyin bu manzara ko'rinmay ham qolishi mumkin. Bunchalik biz toqqa yetib chiqquncha shunaqa vaqt bo'ldi. Men qisqaroq ravishda tez-tez savollarga to'xtamoqchi edim. Birinchi masala, endi albatta bunga e'tibor bermasligimiz kerak, lekin aytib o'taman baribir. O'sha jinlar haqida mavzu ochganimizda kommentariyda bizlarga har xil gaplar yozilindi. Biz alhamdulillah kichkinaligimizdan tavhid, la ilaha illalloh, Allohdan o'zga ibodat qilishlikka loyiq iloh yo'q va tavhid nima, shirk nima o'shani bilib o'tib va alhamdulillah dars olib odamlarni tavhidga chaqirgan odammiz, unaqa folbin emasmiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, biz alhamdulillah jinlar bilan ishlamaymiz. Aksincha shuncha yillardan buyon bizni taniganlar bilishadi, u folbinlarga qarshi kurashib kelyapmiz. Alhamdulillah hayotimiz oxirigacha tavhid va shirkka qarshi kurashlik, tavhidni yoyishlik bizni albatta shiorimiz va albatta yuqorida biz aytganmiz, Imom Abu Hanifa rahimahulloh mazhabida, Imom Maturidiy aqidasida va o'zimiz diyorimizda o'sha ayniqsa mana shu sehr va jin bilan tekkan odamlarga yordam berishlik bizning maqsadimiz. Bu yerda bu kanalni ochishligimizdan ham asosiy maqsad, nihoyatda ko'p shikoyatlar ko'payib ketgandan keyin ochuvdik. Lekin subhanalloh, men juda bir ajib holatga keldimki, Ali radhiyallohu anhuning bir mashhur gaplari bor. Odamlarni tanigan sarim yolg'iz qolyapman degan gaplari bor ekan. Subhanalloh. Kommentariyalarni o'qib, o yarim kechagacha o'qigan kunlarim bo'ldi. Hamma kommentariyaga javob bera olmaymiz, lekin kommentariyalarni o'qib, ba'zi odamlar bilan yo'liqib, ulardagi bo'layotgan holatlar, yaqinlarining ularga qilayotgan zulmlari, sehrlari, aka-uka, opa-singil, hatto ona bola o'rtasida bo'layotgan bu zulmlarni ko'rib, men juda bir ba'zan qalblarim qotib ketib, bu ish kerak emasmidi degan fikrlarga ham ba'zan kelib qolyapman. Bugun ham mana shular haqida to'xtamoqchi edik. Demak, birinchi bizning maqsadimiz sizlarga yordam berishlik. Ikkinchi, biz folbin emasmiz, jinlar bilan ham ishlamaymiz. Shuning uchun ham hozir savollarning eng asosiylariga to'xtayman. Birinchi, sizlar iltimos, assalomu alaykum deb hamma bizga salom berganlarga o'ptim qilib va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deymiz. Birodar, salom berishlik sunnat. Unga javob qaytarishlik vojib bo'ladi. Hammaga javob qaytara olmaymiz. Salom berdingizmi? Tagida o'zingizning talabingizni, iltimosingizni yo dardingizni yozing. Savolingizni yozing. Ba'zilar domla iltimos savolim bordi deb siz yozing savolingizni. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Ikkinchi masala, juda ko'pchilik biz bilan ko'rishmoqchi, hamma bilan ko'rishlik imkonimiz yo'q. Inshaalloh yaqinda biz umradan qaytganimizdan keyin onlayn dam solishlikni yo'lga qo'yamiz. O'sha onlaynda sizlar uchun aniq tashxis, diagnoz qo'yishlikka harakat qilamiz. O'shanda haqiqatdan ham kimda sehr bor, kimda jin bor, o'shani aniqlagandan keyin va undan keyin inshaalloh nima qilamiz? Sizlarga qanaqa davolanishlik yo'llarini tavsiya qila boshlaymiz. Juda bo'lmagan taqdirda keyin bizga kelishingizni tavsiya qilamiz. Uchinchi masala bu yerda juda ko'pchilikdan tushayotgan savollarni men
tez o'tkazaman. Juda ko'pchilikdan tushayotganlar uylanish va turmushga chiqishlik kechikayotgan masalani aytishyapti. Men bunaqa masalada juda ko'pchilik bizga kelishadi, uyimizga kelishadi, ularni alohida xonaga olib kirib, qizlar bo'lsa onasi bilan olib kirib, ularga o'zimizni qo'limizdan kelgancha maslahatlarimizni beramiz. Yigitlarga ham qizlarga ham aytadigan maslahatim shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayol kishi 4 ta narsasiga qiziqib uylaniladi dedi. O'shalardan dindorini tanlang dedi. Din diyonati bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, yigit kishining xulqi bo'ladigan bo'lsa, siz nariyog'ini ko'p tanlamang. Qisqa qilib aytganimizda biz doim aytamizki, 51%, 51% sizga to'g'ri kelyaptimi, qolgan 49 ga sabr qilib o'tasiz. Bu hamma oilada shunaqa. Erkaklar ham ayolidagi kamchilikka sabr qilib o'tadi, ayollar ham erkaklardagi kamchiliklarga sabr qilib o'tadi. Oq ot mingan u shahzodani kutib o'tirmang. Unaqa bo'lmaydi ham, kitobdagi narsa hech qachon bo'lmaydi. Ideal odam, to'liq odam yo'q. Kamolot yolg'iz Allohning o'zigadir. Shuning uchun ham tavsiya qilgan bo'lardik, kelayotgan sovchilarni ko'p qaytarib yormang. O'zi qo'pol qilib aytganda bir normalni odam topish o'zi qiyin bo'lsa, siz qanaqa qilib bu yoshda endi yana normalnirog'ini topmoqchisiz. Shuning uchun ham bu bir masala. Ikkinchi masala, agar haqiqatdan ham umuman eshik qoqmayotgan bo'lsa, umuman boryapsiz-u sovchilikka, umuman bo'lmayotgan bo'lsa, buna holatlarda ko'proq tushga e'tibor beramiz. Qanaqa tushlar ko'ryapsiz? Yigitlar bo'lsa ko'proq qizlarni ko'ryaptimi? Qizlar bo'lsa ko'proq yigitlarni ko'ryaptimi? Mana shunga qarab turib, u kishida haqiqatdan ham sehr borligi yoki yuqorida biz aytgandaqa jinlar ham erkak va ayol nimasida jinsiga bo'linishadi. Ular ham uylanishadi, oila qurishadi, yeydi, ichadi, farzandli bo'lishadi. Ming afsuslar bo'lsinki, ularning ba'zi bir yigitlari bizni qizlarimizga nima qiladi? Uylanib oladi. Ba'zi bir qizlari bizni yigitlarimizga tegib oladi, boshqaga turmush qurdirmaydi. Buna holatlar ko'p uchragan. Bu oshiq jin deb ataladi, lekin bundan kurashib chiqib ketsa bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etavering. Biz qisqa darslarimiz bilan dushanba, payshanba kunlari sizlar bilan mana shunaqa majlislarimizni tashlab turib, har biriga alohida to'xtab, inshaalloh unda muolaja qilib chiqib ketishligini o'rgatamiz. Ikkinchi bir endi mana shu mavzuni to'xtatib qo'yaylik, tugatib qo'yaylik. Xullas, agar sizda haqiqatdan ham qiz bolalarda erkak, o'g'il bolalarda ayol, jin borligi aniq bo'lsa, buni qanaqa qilishlik kerak? Odam o'zi ustida kurashish kerak. Buni inshaalloh kurashish mavzularimizda o'rgatamiz. Buni o'rgatamiz va albatta buni yengib chiqib ketsa bo'ladi. Va alhamdulillah o'zimiz bir qanchasiga sabab ham bo'lganmiz. Ikkinchi to'xtamoqchi bo'lgan masala, juda ko'pchilikning ishlarida muammolar hozirgi kunda ko'p ekan. Ishlardagi muammolar. Savdo yurmayapti, topganimda baraka bo'lmayapti dedi. Hamma narsani jin shaytonga burib qo'yish ham bu adolatdan emas deb o'ylaymiz. Shuning uchun ham biz onlayn bilan tekshirib, chunki olimlar bittasi aytgan, to'g'ri tashxis qo'yishlik, to'g'ri diagnoz qo'yishlik 50% davolash degan. To'g'ri diagnoz qo'yishlik 50% davolash. Bizga kelgan odamlarga ham biz haqiqatdan sehr bormi yo'qmi, yoki bunday aytganda doktor kasalmi? Doktor kasalmi? O'shani aniqlab, bir 2 kundayla aniqlab siz doktorga boring deymiz qanchalarga. Qanchalarga yo'q. Doktor emas, sizniki o'qitish kerak ekan deymiz. Shuning uchun ham ishingiz yurishmayotgan bo'lsa, darrov falonchi o'qitib qo'ygan bo'lavermaydi. Ishingizni tekshiring. Agar gunoh ish qilayotgan bo'lsangiz, sutxo'rlikka kirib ketgan bo'lsangiz, zino ishlarni qilayotgan bo'lsangiz, albatta biling, bu sizning rizqingizga, kasbingizga albatta buning ta'siri bo'ladi. Buni ham birinchi tekshirib chiqishlik kerak. Bunga ham alohida inshaalloh bir majlis o'tkazamiz va ish borasidagi belgilarini aytamiz.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har kuni ertalab Allohumma inni as'aluka ilman nafi'a va rizqan tayyiba va amalan mutaqabbala deb duo qilardi. Ya'ni ey Alloh, men sendan foydali ilm va halol rizq va huzuringda qabul bo'ladigan amalni so'rayman derdi. Rizqni talab qilishlik bandadan, uni berishlik albatta Allohdan. Shuning uchun ham saharlarda turing, namozlarni o'qing, ishingizni ertaroq boshlang, namozingizni o'qing. Albatta Alloh sizni rizqsiz qo'yib qo'ymaydi. O'sha ishlar borasida agar siz do'koningizga borasiz, o'tira olmay qolayotgan bo'lsangiz, do'koningizdan ba'zi narsalarni topib olayotgan bo'lsangiz, tuproqmi, ba'zilar shunga o'xshagan boshqa narsalarni topib olyapti, yoki do'koningizdagi tovarlaringiz nihoyatda yaxshi, qo'shningizniki yaxshi emas, u o'taveradi, sizniki yaxshi arzon bo'lsa ham o'tmaydi. Bunaqada murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz Alloh nasib etsa, kelgusi majlislarimizda qanaqa mantiqadagi, qaysi mantiqada bo'lsangiz ham, qaysi oblastda bo'lsangiz ham, qanaqa domlalar jin chiqara oladi, domlalarni ham inshaalloh ba'zi bir sifatlarini nima qilamiz, ajratib o'tamiz. Uchinchi masala, men mana shu nimani kommentariyalarni o'qib, savollarni o'qib turib qaradimki, odamlarning juda ko'pchiligi folbin bilan domlani ajrata olmas ekan. Soqol qo'yib yursa, yo namoz o'qisa, uni doim domla deb o'ylashar ekan. Unaqa emas. Folbinlar mana shu bilmasdik, kelgandan keyin bilib qoldik, keyin ularni tavbaga chaqirdik. Bir hajga olib kelganimizda bitta emas, 4 ta folbin kelibdi biz bilan. Ularni o'sha tavof vaqtida qo'zib ketuvdi, bilib qoldik. Keyin ularni tavbaga chaqirdik, lekin vallohu alam, endi ular uni qabul qilishdimi, yo'qmi? Muhimi, men aytmoqchiligim shuki, tabibga borgan taqdiringizda ham, tabiblarni ajratganingiz kabi borayotgan kishilarniki bu domlami, folbinmi ajratib oling. Agar sizdan surat so'rayotgan bo'lsa, borsangiz, nimasi turgan bo'lsa, qamchi turgan bo'lsa, ba'zi bir cho'paklar turgan bo'lsa, hatto kechagina yozibdi, mana bir ukamiz bir domla chiqibdi, shu yerda bir qizni o'tkazib qo'ygan, ichidagi jin aytib turadi deb. Bu ham xato ish hisoblanadi. Jinlar bilan yordam so'rashlik jinlardan bu katta xato hisoblanadi. Asli dam solishlik o'sha jinlarga qarshi kurashdir. Keyin bo'lsa juda ko'pchilik, mana shu ham aytaman degandim, suratni yuborib beraylik domla, suratga solasizmi deydi. Suratga dam solinmaydi. Uni folbinlar surat bilan ish qilishadi. Shuni ham yaxshi biling. Suratni hamma joyiga qo'yaverish ham o'zi yaxshi emas. Suratga tushirish ham o'zi ham yaxshi emas. Juda ko'p folbinlar sizning Instagramdagi yoki Facebookdagi yo boshqa joydagi varaqchangizdan suratlaringizni olib turib, ana undan keyin ular ish qilishyapti. Shuning uchun ham suratni qo'yaverishlik, xosatan yosh bolalarni suratlarini qo'yishlik, bu o'zi shariatimizda durust bo'lmagan ish. Keyingi to'xtaladigan masala oilaviy masalalar haqida ketyapti. Juda ko'pchilik er-xotin o'rtasidagi sovutmalar. Bu o'qib charchaydigan darajada ko'p ekan, shunchalik darajada. Endi aytaylikki, mayli, sizda sovutma bordir, haqiqatdan bor. Ikkovinglar ham aqlinglar yetyapti. Endi sizlar o'zinglar ham ko'rasanglar bo'ladi. Topshirma beramiz. Er-xotinga shuna topshirma beramiz. Ichingizdagi jin sizga shuna fikr beryapti. Eringga yomon gapir. Kuyoving bilan birga to'shakda yotma. Ovqatini qilib berma. Ustiga qarama. Qo'pol, dag'al gaplarni gapir deyapti. Siz shuning aksini qil. Uzoqlash desa yaqinlashing. Juda uzoqlash desa bo'yniga osilib oling. Yomon gaplarni gapir desa, siz aksincha
rus tilida kompliment deydimi? Ha? Podshohim, sultonim, azizim, endi o'rgatish shart emas. O'shalarni ayting. Ovqat qilma desa, birinchi, ikkinchi, uchinchi qilib qo'ying. O'zingiz majburlang shunga. Erkak kishi ham xuddi shunaqa qilsin. O'shanda ichingizdagi jin bularga ta'sirim qilmas ekan deb ketib qoladiganchalik darajada bo'lsin. Tushuntira olyapmanmi? Siz ham harakat qiling. Qarz doim ikki qo'ldan chiqadi. Biz inshaalloh sehrdan qutulish yo'llari, duolar, ba'zilar shu kommentariyada Alloh rozi bo'lsin yozibdi, qaysi duolarni til bilan aytyapsiz, yozib bering deb. Nasib qilsa uni yozib ham ko'rsatamiz. Maqsadimiz odamlarni birinchidan sehrga tushib qolmasligi, ikkinchidan agar sehrlanib qoladigan bo'lsa, o'sha sehrdan nima qilishligi, qutulib ketishligidir. Bizda Makkada shomga azon aytilindi. Ozgina tanaffus e'lon qilamizda, shom namozini o'qib olgandan keyin davom etamiz. Alloh taolo barchanglarning xonadoninglarga tinchlik, barakot, dardlaringlarga o'zi shifo bersin. E'tiboringlar uchun rahmat. Inshaalloh shom namozidan keyin yana ozroq davom etamiz. Bo'ldim?